Laboda tentligidan minaman deganlarga yangi ekan, holatlari chiroyli. Hozir bir boshlab ko'rsatib, savdolarni qilib beraman. Assalomu alaykum. Yo'q, bemalol. Ikkita olmay, bitta oling, zo'rini oling deb. Nechta tonnali bu? Dokumentida 1 tonna 700 bo'lgan ekan. Ha, 1 tonna 700. Aha. Ha, shunaqa mana. 1 tonna 170 kilo. Yo'q, Manami? 13dagi? Ya bu 1 tonna yo'q, bu pastda 2 tonna olish kerak buni, ammo 2 tonna 900. Unisini bilmayman. 2 tonna Yili necha? Yili 25. 25. Yurgan kilometri? 18900. Gazlari bu. Gaz propan. Gaz propan zavodskoymi bu? Propanmi? Ha. Yo'q, qo'ygan. Qo'yilgan, ha? Tentlariga ruxsat bor. To'rtta balonlari hamma joyda. Rasululloh qo'shilibdi, ramalari ham baquvvatdan aka. Puliga keladigan bo'lsa, nech pul bu? Hoji aka? 15 deyapmiz. 15 ozgina kami. Barter yo'llari bormi? Devu mashinalarga. Nexia olsa biz olib qo'yamiz. Nexia'ga barter qilib ustiga ranchasini beradiganlarga Nasiya savdosi bormi? 10 ming, 7 ming, 8 ming puli borlarga. Anjom qo'ylar. Bir oyga. Telefon raqamingizni ayting. Mo bolanikini. Seyar. Ayting. 99. 99lik 011 011 45 74. 45 74 ga aloqaga chiqarasizlar. Mashina o'ta ham bag'abayt ekan. Tentlari ham bu tomondan ko'rinishlari. Tayyor ekan minishga. Qisqasi oldingiz minasiz ekan. O'tiringlar. Yaxshi. O'raman. Bu yuziga qancha edi? Bu salonda qarang. Konditsionerlari bor. Konditsioner $1000 bor ekan, ha? Shu ham bir sidina. Bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. Hamma yo'q olim bo'ldi. O'zi bekilib qolar ekan. Bo'ldi. Mana mashinalar old tomonda 15 ming kami bor deyapti. Pastda nomerlarni qoldiramiz yana aloqaga chiqarasizlar. Barter yo'llari bor ekan, Nasiya savdosi ham bor ekan.